iloji boricha ko'ryapman. YouTube'da ko'pchilik podpiskasiz ko'ryapti. Podpiskani bosib qo'yinglar. Yoqqan bo'lsa like, qandaydir takliflaring yoki savollaring bo'lsa, bemalol kommentariyada yozib qolishlaring mumkin. 80 million so'mga tushdi. Qishki narxlarimiz shunaqangi arzon, qo'yinglar, tavsiya beraman. Assalomu alaykum kanalimizga obunachilari. Mana biz bugun Namangan shahri Norin tumanida bu xonadonimizga 25 kilovatli yosh panellarni o'rnatib berdik. Panellarimiz Longi Haymo Exxon profil va ugonlardan qilib, albatta ularni kraskalab berdik. Xo'sh, bu obyektimiz bizga 80 million so'mga tushdi. Qishki narxlarimiz shunaqangi arzon, qo'yinglar, tavsiya beraman. Hozir pastga tushib inverterni qanday joylashganini ko'rsatamiz. Mana pastga ham tushib oldik. Bu inverterimizni oldi bo'lsa, inverterimiz Solax brendiga mansub. Mana bitta olib ketishingiz mumkin, ko'ringlar. Mana reglamentarimiz DC avtomat uzib, DC avtomat uzib, DC avtomat uzib. Chaqmoqdan himoya qilib berilgan. Bitta iste'mol uchun shu ham tushib beribmiz. Mana Solax inverterimiz shu tarzda 30 kilovatlik qo'yib berganmiz. Xudo xolasa, demak, kimga shunday quyosh panel stansiyalarini o'rnatib berish kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga tushinglar va iloji boricha ko'ryapman. YouTube'da ko'pchilik podpiskasiz ko'ryapti. Podpiskani bosib qo'yinglar. Yoqqan bo'lsa like, qandaydir takliflaring yoki savollaring bo'lsa, bemalol kommentariyada yozib qolishlaring mumkin. Rahmat.